Zamon yangiliklari xabar qiladi. 13-qishloqqa bomba tashlanadi. Radioaktiv bomba. Nima edi bilmayman. Qarochi hamma ogoh bo'lsin. Hamma uyini tark etsin yoki bunkerlarga yashirinsin. Bu muhim xabar. Tezroq u yerni tark eting. What the fuck do'stlar? Ko'ryapsizlarmi? Qarochi bizning qishloqqa bomba tashlanayotgan. No, qni qo'ydim, pni qo'ydim. No, men kreativ sotib olishim kerak. Barcha pullarimni hozir yig'ib, men kreativ sotib olaman. Qarochi 10 minutlik kreativ sotib olaman. No, bunker qurish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Qarochi do'stlar, nimaga Steve desanglar, men skinim o'rnatilmay qolibdi. No, bu qishloqda yashinib yuribman o'zi. Sal idi-bidi ishlar qilganman, shuning uchun boshqa qiyofaga kirganman. Hal sabablarni ham ko'rsataman sizlarga. Let's go, tezroq men endi qarochi kreativ olishim kerak. Go. Qani. Nima hech kim yo'q nazarimda. Hamma qishloqni tark etdi-yo. Nazarimda bir men qoldim. Mana do'stlar, kreativ ham oldim. Endi esa tezroq 10 daqiqa vaqtim bor. Qarochi kreativ olaman do'stlar. Let's go. Voy, tezroq borish kerak. Uyim tagida bunker quraman, chunki bitta yashirin joyim bor. Shu yerdan davom ettiraman. Xo'p, давайте pastga tushish kerak. Hali ham militsiya tekshirmayapti shu yerlarni. Bo'lmasa men qamoqda bomba tagida o'lib ketaydim-da. Xo'p, narvonni ko'rdinglarmi? Mana mana shu sababda do'stlar men yashinib yurishim. Mana shu 3 ta negr bachchalar o'ldirganman. Buni tozalaymiz hozir kreativdan. No tak, mana shu yerdan qarochi bunker qurishni boshlayman. Xo'p, biz videomizni 5x tezlatib oldim do'stlar, chunki sizlar baribir kayf etib tomosha qilmaysizlar-ku. Давайте mana birinchi do'stlar chuqur qazib olamiz. Chuqur qazigandan keyin fanarik bedrock, qarochi bedrock qo'yamiz-da do'stlar. Bedrockdan qilamiz, bo'lmasa bu bo'lmaydi boshqasi. Xo'p, let's go. Mana sal qotayotganga o'xshaydi, lekin 5x do'stlar. No tak, tezroq bunker qurish kerak. Xo'p, tezroq qurish kerak, bo'lmasa hozir bomba portlanib ketsa, вообще mazamizni qochiradi lekin. Xo'p, mana uy-joy bunkerimizning podval, ya'ni chuqurligi tayyor. Uy-joy hamma joy bunker va nima bedrockdan bo'lyapti. No tak, tezdes do'stlar, mana tezlikni ko'ryapsizlarmi? 5x bo'lsa ham. Ko'rish like bosinglar do'stlar. Atigi 0.6% odamlar shu kontentlarimizni ko'rib, qarochi obuna bo'layotgan. Billa do'stlar, shunchalik noinsofmisizlar? Pizda sizlar noinsof ekansizlar boru. Вообще sizlardan xafaman men lekin. Xo'p do'stlar, qarochi meni kanalimga obuna bo'linglar. Pulli konkurslar qilamiz. Onasining emasini. Atigi 1000 ta bo'lay. Mana shu videoni ketdan atigi 100 ta emas. 1000 ta qarochi like qilib bersanglar, 3 kishiga 100 ming so'mdan tarqataman qarochi. Agar yig'sanglar, bilasizlar, yig'maysizlar baribir kibrsizlar-ku. Men shuncha kontent mehnat qilyapman, preview yashyapman, boshqa narsalar qilyapman, lekin sizlarga po'xuy. Qeni qo'ygan joylaring bor. Mazza qilib tomosha qilasizlar, lekin xuyni like bosasizlar. Like bosinglar, sizlardan nima ketadi? Endi shuncha bunker quryapman, boshqa narsa qilyapman. Vaqtim yo'qmi boshqa? Xo'p, mana bunkerimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi hozir tayyor bo'lsa, men qarochi nima quraman? Nima deyman? Oziq-ovqat kamida 1 yil qolaman bu yerda. Uje вообще ko'timdan ayiradi-ku baribir. Xo'p, mana eshiklar qo'yish kerak, baribir ta'siri o'tmasin deb. Xo'p, mana eshiklar qo'yamiz. Boshqa yeb bilib bo'lanib bandek
qo'rqib ketibman. Xo'p. Uxlagim kelyapti. Chunki uncha ish qilgandan keyin odamda uxlagani bo'lmas. Nima keladi, a? Uxlagan keladi-da. Mana shuncha mehnat, mana narvonlar o'tkazyapman, mana narvonlar. Xo'p. Nima qilsam bo'ladi yana? Oziq ovqat, boshqa hamma narsa bor mana bu yerimda, qaroqchi. Xo'p. Narvonlar o'rnatyapman men. Hali chiqish kerak bir kuni. Xo'p. Kravatga uxlagim kelyapti. Hech nima qilmasa kerak, bilad, qishloqni yaxshi ko'rardim. Haromlarni qanaqa kasali yo'q, prosta bizani qishloq youtuberlarga to'la 13-qishloq. Shuning uchun yopib yuborishmoqchimi bilmayman. Nima keragi bor? Ha, mayli, gunohlar bo'lsa Xudodan topishadi. Tak bizaga nima farqi bor? Qishda uzun pishmasmi mana karavat ya bobom ekan-ku billa. Kayf etib yotmoqchi edim. Shunam ko'zlarga to'g'ri. Yomon uxlagim kelyapti billa. Вообще mana kravat ya nima qo'ysak ekan bu yerda men mazza qilib tualet billa, tualet isdan chiqibdi-ku billat. Tualet ya. Bunda tualet bo'lsa tualetda. Menga nima? Tak hamma narsani o'rnatish kerak, tamom. Xo'p, mana o'zi hamma o'zimga kerakli mana tualet o'qbila. Billa bu kayf etib chiqisha bo'lmaykan. Boshqa mana bu billa mana shu kayf etib chiqisha bo'lakan. Bumaga kerak baribir qo'lda baribir qilmayman-ku. Xo'p, yana nima qo'ysak, eshik qo'yish kerak-ku bu radioaktiv bomba hamma narsani buzsa ham tualetimni buzmasin. Keyin yomon bo'ladi tualetni buzsa, keyin qayerga chiqaman? Hamma joy nima bo'lsa, bedroq bo'lsa, hamma joy po'qlanib ketadi, hidlanib ketadi. Ko'tim ham keyin hidlanib ketadi. Bu tualetga kirgin kelmaydi. Qayerda drachit qilaman? Onasini emmasini. Qayerda drachit qilaman? Savol sizlarga. Вообще drachit qilib bo'lmaydi. Mana bu yer xoldelnikda saqlaydi. Kecha mana xoldelnikda 7 sabzi bor edi, 6 bo'lib qopti demaymiz keyin biz o'zimizga o'zimizga bek yashayman bu yerda. Hech kim kattalik qila olmaydi. Bochkada saqlayman bu yer baribir. Yer tagiga sovuq bo'ladi. Bilasizlar, 1 yil qolaman, tasavvur qilyapsizlarmi? 1 yil radioaktiv bomba tushgandan keyin 25 kilometr kvadrat joy, qaroqchi. Har tarafi 25 kilometr kvadrat joy zararlanadi. Qayerdan ovqat topaman, qayerdan? Shuning uchun do'stlar, kasal bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi kerak. Polni zarari ketsin, keyin chiqaman. Mana oqbola kayf qilib drachit qildim. Bir nechta videom yuklab qo'yish kerak, keyin energiya berayotgan velosipedcha qo'yish kerak. Qo'ydim velosipedcha. Baribir telefonda zaryadkasi tugasa nima bilan videolar ko'raman, Minecraft o'ynashim kerak, kontent qilishim kerak 1 yil davomida. Nima qilaman? Tak. Endi tashqariga bitta chiqib ko'rish kerak, nima bo'layotgan ekan. Qishloq aholisi bo'lsa qaytarib olib kelaman. Xo'p, nima ekan endi qani?